Mana qaranglar boyaga. Nega jag'ni ustiga qo'yinglar dedim buni. O'zing bosingsan. Qara bunda. Endi mana buni qarang. Qanaqa bo'ladi? Неприятно. Bo'g'layapsan, to'g'rimi? Sabab mana poзвоночный arteriyani bosib qo'yapsiz-da. O'shani hisobiga. O'shaning uchun ya'ni gap положениeni to'g'ri topib olish kerak. Ya'ni ishing oson bo'lishligi uchun. Hozir masalan bilmaydigan odam bo'lsa, shunaqa bo'lar ekan, o'z diskomfort shunaqa bo'lish kerak ekan deydi. Biladigan odam biladi uni. Hatto qo'yganingda o'sha mana diskomfort yo'q, to'g'rimi? Mягко. Как klassik yondashishda bu. Bu qancha o'zini bo'sh qo'yib bersa, o'shanda sani qiladigan misol manipulyatsiya oson bo'ladi misol uchun. Buni tirishib oladigan bo'lsa, bunday qilgandan keyin hozir bo'lmasa tirishadi, bo'g'layapti. Endi uni ustiga qo'yganingdan keyin